Qanday qazon yaxshimi? Yaxshi, o'zingizcha. Yaxshi. Men toz taniyolmay qoldingiz aqchan. Sizni bir yer ko'rgandek, lekin qarang, men Satarman xalqaro savdo shirkati setish bo'limining direktori Mijit bo'lman. Ha, esim keldi. Biz yaqinda sizlarni bir ichimlik chiqiribdi deb anglab, shuni bir bazar silish to'g'riliq parangiz paqaylim deb kelgan. Ha, barmush ichimlik shu. Mush Baxtiyor muallim qon oqsil kalsiy usul ichimlik. Ha. Shunga mushu mahsulotniki bu setish to'g'riliq bir hamkorlashgan bo'lsak. Shunday qilsak-ku bak yaxshi bo'ldi. Ha. Oldin qatam biz hamkorlik yig'ini ochgan vaqtida sizning shirkat ism qilishchi kamida deydi. Qarang, men shu yaqinqi bir necha oylardan buyon bu butun Shinjongning janub va shimolini kezib, shu nada nim mahsulot sotamiz, nada nim mahsulot bakra aqdi. Shu to'g'riliq bir setish loyihasi bilan setish taktikasi tuzab chiqqanmizmi? Shu jarayonda qatnashamay qoldik. Uningdagi shirkatga ham ishlarni dedi. Siz o'zingiz huquqsiz aqcham bizning direktorni. Hamda bizning shirkatda men bo'lmasam, a shirkatning menejmenti tas. Bizning direktor unda uxlab qopab chiqishqur uycha qiliblar, meniki direktor bo'lib qolgan odamlar. Ya bir narsa setishni uqmaydi, ya bir narsa elishni uqmaydi. A shirkatda men nima siziqsiz bo'lsam, shuni nomusam vayron bo'lib ketadi. Qarang. Men hamkorlashadigan shirkat deb bo'ldi. Shunga biz keyincha hamkorlashamiz. Qarang. Bu ishda mening xabarim bor. Sizlarning qaysi shirkatlar deyishkininglar, qanday deyishkininglar, hammasida mening xabarim bor. Mening cho'qqab qolsa, siz bir masalani eskartib qo'ying. Ash shirkatlar hamkorlashsangiz ziyon tortib qolasizki. Bu nima degani emas? Siz o shirkatning xo'jayini qanday odamligini tushunmaysiz aqchon. O shirkatning xo'jayini qarang. Xalqparvar bo'lganlar. Xalq uchun xizmat qilaman. Xalq mening otam, xalq mening onam deganda qo'rq iboralar bilan ya o'zi boylanmagan, ya atrofidagilarni boyqilanmagan, boylar namrat o'tirganda nangishib qolgan bir odamlar. Şun sizlarning bu mahsulotni bozorda setib, 10% foyda berman, 10%lik tikilinish uchun mangimizda bayat tuzab turgan. A foydanglar tikilinish uchun to'van qarab yo'qotib mumkin. Bundaqda sizning planingiz bor ekanda? Mening bir setish taktikam bor. Qirg'och anglab qo'yapsiz. Qarang, mana mening mush to'g'rida chiqqan bir taktikam bor. Men bu uchun mansab sizga odam 10% berma deb emasmi? Men mush oylik sizlarning foydanglarni 20% bo'yicha tikilinish bo'yicha ko'kib ketaman. Hepqala paqay. Mening planim bor. Hamda men o'ylashgan planni bakchiq shirkatlar qilmoqchi bo'ladi-da, lekin men kalli yetishmay, taz yaxshi qilolmaydi. Buni biz manda qilamiz. Avval mush mas'ulotning e'lonini bütün hamma odam ko'gida qilib e'lon tashviqotini beraymiz. Undan keyin biz yanchiqda 500 koy badan 5 million bag'cha, hatto undan ortiq olsa texi yaxshi. Odamlarning hammani bizga ishindigan qilaymiz. Qanday qilmaymiz? Biz ularning o'zining pulini o'ziga xashirtib, o'zining meydi, o'zining go'shini qo'rib, mamlakatimizning butun chiroyli shaharlarini, Sayya, Shanxay, Beijing, Guangzhou degandek yerlarga opirimizda, mashinalarni bo'laymiz, aeroplanlarni bo'laymiz, ishkirga opirib dengizlarda o'yamatkilarni o'yintimizda qallisini o'tkazitimiz. Opirib olamiz, o'zining pulini o'ziga xashlaymiz, bizga itoat qilgan qilaytimizdan, ha. Shuningdek ular bizga ishini kelganlikka jiqroq pul qo'shib, masalan 1-2 million, 3-4 million hatto undan ortiq pul qo'shganlarni bizning Audi, Boma, Benz markali mashinalarning eng yomonini sizlarga olib bermizda, oyoq opirib olgandan keyin sizlar ozroq pulni sizlar to'lab turibsizlar. Undan keyin qolgan ishinglarni biz shirkatdan sizlarga o'rinlashtirib, pulinglarni biz to'lab beramiz deb qazga bo'lib olamiz. Navbat bizning mahsulotni yaxshi sota olib qolsa, qazga ha deyishimiz. Yaxshi sotamay qolib qolsa, qazga bo'g'aytimiz. Undan keyin qazdala ashlarni izlaymiz. Ularni yomon mashinalarni haydab, jut-jutlarni inovatli yurib 100 avroga qo'yib ketganda, yuzining chiqishidan qo'rqib, bizning mahsulotlarni ota-onasi, urug'-tuqqani, yaqin yo'qlarga zo'rlab setib, bizni taraqqiy qildiradi. Ma'vo so'z taktikasi. Yana bir sir azroq pul qo'shganlar bor. Ularni mana qo'rqib qo'ymaymiz. Ilaqa 1.20 mondo chiqadigan ko'p turma oltindan ip taqab toza. Jut-jutlarga turib sazay qilib, ashlarni zadi bizga ishinib, biz bo'lmasak o'ylab qolgandek holatda bizga ishondiraymiz. Undan ashlarni yanchiqlik tabiiy bizning yanchiqimizga kirdi emasmi? Undan keyin bu faqat qamlashmay qilib qolsa, qarang, hozirroq to'rda bevosita setish deydigan ishlar bor. Ma mahsulotni olsang, o mahsulotdan 9.20, 10.20 deb mahsulotning pulini qimmatroq qilib setib qo'yamiz. Qag'ini ishdan paypaq 1 oylik 5 mochalik narsani so'q qilayveramiz. Haq bizga ishlab elayverib pul topamiz deganda. Mushmasmi planingiz? Ha? Men qarang, siz eng yaxshisi mush planni elib boshqa shirkatlarni izlab beqing. Qarang, azon. Sal achchig'ingiz kelgandek turdi. Hamda yo'lbosni yengan botir emas, achchiqni yengan botir degan gap bor.
Hozirgi jamiyatda savdo raqobatnomishda keskin bo'layotgan vaqtida pul tepish hammadan muhim. Siz bunda aldırma ish qilaman deb, xalqparvar bo'lib olaman deb o'tirsangiz, pul topolmaysiz. Shunga men degan taktika bo'yicha ham ish bajarsak, sizning savdongizning kundan-kunga rivojlanib, tik yuqori palla bo'yicha o'rlab, atiga osmonlarda yurib qolishimiz mumkin. Men sizga deb qo'yay. Men bu mahsulotni xalqni aldab pul topaman deb chiqarmadi. Bu mahsulot qanchalik ajrimiz singanligini bilamsiz. Bu bizning necha yillik tajribamiz orqali kecha uxlamay tadqiqot qilish orqali chiqqan bozorga. Men sizga o'xshash soxtpaz odamlar bilan hargiz hamkorlashmang. Eng yaxshisi boshqadan daxl chiqar. Qarang azon, chechilib ketma. Hamda hozir bozorda raqobat mashtab bo'lib ketdi. Mush keskin raqobatdan chiqib qoldingiz degan gap pul topolmadingiz degan gap. Pul topolmadingiz degan gap atugun chiroyli ishxonalarimizdan ayrilib bizning qo'limizda ishlab shundan yana. Ha? Fursat kelganda yaxshi. Onun üstüne bu mahsulotni qarang. Biz setib chiqarib bo'lmay qolib qolsak, boshqa mahsulotlarni vashsil chiqarib buni to'qib qo'ymasa qilmaydi. Undan keyin boshqa mahsulotlarni misol bozormandaroq olsa, xalqning mahsulotidan birini kelib markamizni choplab satsakmi tamamen bo'ladi. Mana buni biz savdo raqobati taktika deymiz. Siz mush taktikangizni eng yaxshi boshqalarga o'xshatdi. Men sizning qanday odamligingizni bilaman. Siz bog'i tuzni yeb, tuzliqni chaqirgan tuz ko'rkasiz. Ba'chig'im kelishdan burun eng yaxshi mashqani chiqdi. Pushaymon. Marhamat. Marhamat. Vayron bo'lib ketmaydisangiz, meni izlang. Uzatmadi. Baxtiyor muallim qon oqsil kalsiy o'simlik ichimligimizga har qaysi joylardan vakolatchi qabul qilamiz. Aloqalashish telefon nomeri 189 99 93 58 14.